Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Nevrolog inyeksiya qilinmagan kalamushlarda reaksiya vaqti 1,2 soniya tashkil qilishini biladi. Inyeksiya qilingan 100 ta kalamush uchun reaksiya vaqtining o'rta qiymati 1,5 soniyaga teng bo'lib, standart chetlanishi 0,5 soniyaga teng. Nima deb o'ylaysiz? Preparat reaksiya vaqtiga ta'sir o'tkazadimi, yo'qmi? Buni bilish uchun ikkita gipotezani o'rganamiz. 0 gipotezadagi taxminimizcha H0 dori ta'sir qilmaydi. Dori ta'sir qilmaydi. Ya'ni dori o'z vaqtida ta'sir qilmaydi. Yoki boshqacha qilib aytganda, preparatni qabul qilgan kalamushlarning o'rta qiymati 1,2 soniyaligicha qoladi. Ya'ni mu teng 1,2 soniya. Dori bilan ham. Dori bilan ham. Demak, u aslida hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki bilamizki, agar dori berilmasa, vaqt o'rta qiymati 1,2 soniyani tashkil qiladi. Endi muqobil gipotezada dori qandaydir ta'sir qiladi deymiz. Demak, muqobil gipoteza dori ta'sir qiladi. Yoki boshqacha aytganda, preparat berilganda o'rta qiymat 1,2 soniyaga teng emas. Demak, mu teng emas 1,2 soniyaga. Dori berilganda. Dori berilganda. Muqobil gipotezani rad qilishimiz kerakmi yoki 0 gipotezanimi? Qanday bilamiz? Buning uchun doimgidek 0 gipoteza to'g'ri deb faraz qilamiz. Agar 0 gipoteza to'g'ri bo'lsa, ushbu natijalarni tanlama uchun olish ehtimolligi nechiga teng? Va agar bu ehtimollik juda kichik bo'lsa, unda 0 gipoteza balki to'g'ri emasdir va balki 0 gipotezani rad qilishimiz kerakdir va muqobilni qabul qilishimiz kerakdir deymiz. Demak, 0 gipoteza to'g'ri deb faraz qilaylik. Faraz qilamiz. 0 gipoteza to'g'ri. Agar 0 gipotezani to'g'ri deb hisoblasak, bu yerdagi ehtimollikni hisoblaylik. Bunda 0,5 soniya standart chetlanish va tanlanma o'rta qiymati 1,5 ligi berilgan. Demak, shu yoki undan kattaroq qiymatlar qabul qilish ehtimolligi qanday? Buning uchun 0 gipotezani qabul qilsak, tanlama taqsimoti qanday bo'ladi? U mana bunday bo'ladi. U normal taqsimot bo'ladi. Bunda 100 ta tanlanma bor. Shunday qilib, bu tanlanma taqsimoti bu yerda o'rta qiymat o'tgan. Endi biz 0 gipotezani qabul qilsak, ya'ni dorining hech qanday ta'siri yo'q degan taxminni ko'rib chiqsak, tanlanma taqsimotining o'rta qiymati bosh to'plam o'rta qiymatiga teng bo'ladi. U esa 1,2 ga teng. Endi tanlama taqsimotining standart chetlanishi nimaga teng? Tanlama taqsimotining standart chetlanishi bosh to'plam standart chetlanishi, ya'ni sigma taqsim
ildiz ostida tanlanma hajmi, ya'ni bizda 100 ga teng bo'ladi. Demak, bizda ildiz ostida 100. Biz butun bosh to'plamning standart chetlanishini bilmaymiz. Shuning uchun uni tanlanma standart chetlanishi bilan yaqinlashtiramiz. Tanlanma hajmi 100 bo'lgani uchun buni amalga oshira olamiz. Tanlanma hajmi 100 dan katta bo'lganda bu ancha yaxshi baho bo'la oladi. Demak, yozishimiz mumkinki, bu taqriban tanlanma standart chetlanishi taqsim ildiz ostida 100 ga teng. Bu esa tanlanma standart chetlanishi 0,5 soniyaga teng bo'lgani uchun teng 0,5 taqsim ildiz ostida 100 bu 10. Demak, tanlanma standart chetlanishi, lekin o'zi emas, balki taqribiy teng ekan. 0,5 ni 10 ga bo'lsak, 0,100 dan 5. Endi ehtimollikni topaylik. 1,100 dan 5 soniyaga teng bo'lish ehtimolligi nimaga teng? Yoki boshqacha aytganda, ushbu o'rta qiymatdan, ya'ni 1,100 dan 5 dan nechta standart chetlanish uzoqlikdagi kamida shunday qiymatlar qabul qilish ehtimolligini qanday degani. Nechta standart chetlanish uzoqlikdaligini topaylik. Bunda Z statistikani topamiz. Z teng o'rta qiymatdan qanchalik uzoqlikdamiz? O'rta qiymat 1,2 va ayramiz 1,100 dan 5 ni. Bu kichikroq, demak natija musbat bo'ladi. Bu esa o'rta qiymatdan qanday masofadaligimizni bildiradi. Taqsim 0,100 dan 5. Bu esa Z teng 1,2 dan 1,100 dan 5 ni ayirsak, bu 0,100 dan 15 bo'lingan 0,100 dan 5 ga. Bu teng bo'ladi 3 ga. Demak, ushbu natija 1,100 dan 5 natija o'rta qiymatdan 3 ta standart chetlanish narida joylashgan. Buni bu yerga chizsak bo'ladi. Bu o'rta qiymat. 10 ga bitta standart chetlanish chizamiz. 2 ta standart chetlanish va 3 ta standart chetlanish. Va chapga bitta standart chetlanish, 2 ta standart chetlanish va 3 ta standart chetlanish. Demak, ushbu 1,100 dan 5 natija 100 ta kalamush tanlanmasi uchun olingan natija o'rta qiymatdan 3 ta standart chetlanish chapda joylashgan ekan. Endi ko'pi bilan shunday natija olish ehtimolligi qanday? Ya'ni mana bu soha va mana bu sohalarda. Empirik qoidadan bilamizki, 99,7% ehtimollik 3 ta standart chetlanish ichida joylashgan. Buni Z jadvalda ham ko'rishingiz mumkin. Demak, ushbu chetdagi sohalarga qancha qoldi? Mana bu sohani bo'yasak, ushbu sohada 99,7% bo'lsa, unda bu yerga va mana bu yerga 0,3% qolyapti. Yoki o'nlik kasrda yozsak, egri chiziq ostidagi 0,1000 dan
3% ushbu sohalarga to'g'ri kelyapti. Demak, savolimizga javob beradigan bo'lsak, agar preparat hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi deb hisoblasak, bunday tanlanma olish ehtimolligi atigi 0,3% ga teng ekan. Bu esa 100 dan ham kam. Demak, agar 0 gipoteza to'g'ri bo'lsa, bunday natija olish uchun atigi 300 dan 1 imkoniyatimiz bor ekan. Demak, ushbu natija muqobil gipotezani qabul qilishga chaqiryapti. 0 gipotezani rad etamiz. Ushbu 0 gipoteza rad etamiz. 100% ishonch bilan ayta olmaymiz, lekin 0 gipoteza to'g'ri bo'lganda, buni olishning atigi 300 dan 1 imkoniyati bo'lar edi. Shuning uchun muqobil gipotezani tanlaymiz. Shunday qilib, P qiymat (0,1000 3). Demak, agar 0 gipoteza to'g'ri bo'lsa, bu natijaga erishish ehtimolligi juda kichik. Shuning uchun uni rad etamiz. Va umumiy holda bu yerda biror chegara o'rnatamiz. Agar P qiymat 5% dan kam bo'lsa, unda 0 gipotezani rad etamiz. Ya'ni bunday natija olishning ehtimoli 1/20 dan kam. Bu yerda 1/20 dan anchagina kam natija oldik. Bu esa 0 gipoteza noto'g'ri ekanning kuchli ko'rsatkichidir va dori ta'sirga ega bo'lib chiqdi.